To'da mol soat 10 bo'ldi. Sen hali ham sasib uxlab yotibsan. Sen bolan rejiming buzilgan, soqollaring o'sib ketgan qara. Kechqurun bilan daydiysan, kunduz kuni uxlaysan. Abid bo'ldi. Yu tez. Nima bu uyingda har kuni urush, to'polon tinchlikmi? Tinchlik emas-da, o'g'limning rejimi buzilgan. Kunduz kuni uxlaydi, kechqurun daydib yuradi, jinni. Ana. Meni ham ulim seni ulingdek bir xil edi. Mana keyinmi uylantirib qo'ydim, mana cho'stiymasin hozir chiroyli yuribdi ish qilib. Rejim to'g'rilanib ketdimi? Hada, sen ham shunaqa uylantirib ol. Uni deyimgir 12 bo'ldi soat. Soat 12 bo'ldi. Abid bo'lyapti. Sen hali ham uxlayapsan. Buni men uylantirib ham rejimini to'g'rilanmadim. Eshityapsanmi? Bilaman, eshitdim. Xudoyim uxlab qolibman-ku. Nechinchi yil hozir? Alo, kelin saringiz qayerda? Uyda? Nima qilasiz? Ertalab sahardan turib hovlilar supurib, qo'shnilarga kelin salom qilishim kerak edi. Nimaga? Baribir siz qilmayapsiz-ku. Bugun ertalabdan Andijonga zo'r qilib zavtrak tayyorlab bering, xursand bo'lib qolsinlar. Qizim, nima qilyapsiz? Sizga zavtrak tayyorlaymi, Andijon? Abedda zavtrak tayyorlayapsizmi? Qanani go'rsoqda. Hali ertalab voqli deb o'ylab uyg'otmanmi, Andijon? Maraz xudo bo'lmay o'lgur. O'g'lingni rejimni uylantirsang to'g'rilanadi deganiga men o'g'limni uylantirgandim. Seni qizing meni o'g'limni rejimidan battar ekan-ku. Nega shuni boshida aytmading? Men ham shu erga tegsa rejimi to'g'rilanadigan uchun erga bergandim. Ey, necha marta aytdim, yemasang kasal bo'lasan, tushunyapsanmi? Ye manavdi. Baqirur ekansiz-da moldek. Urama hozir. Ura. Salom. Qo'shnim Rus babular uyiga kelgan bo'lsa kerak. Adashdingiz, narigi uyga o'tasiz. Ada, uyimni bilaman-u. Dada? Yuzing ko'zgusiga olay hayron. Isming nima? Nappi. Meni qizimning ismi Nappira. O'xshayapti. Faqat qizim biladigan savol berishim kerak. Seni kim tashab ketgan? O'zingiz aytganingizdek, laylak tashab ketgan. Bu gapga faqat qizim ishonardi. Qizalog'im. Hamma narsang o'zgaribdi, farosating o'zgarmabdi-da. Mayli. Yeb chiqarsan, o'tin qilamiz. Men dam olgani kelganman. Tez, hali sigir sog'ish kerak. Men sigir sog'ish bilmayman-ku. Nima kiyib olding? Mayli, sigir sog'ish qanday esingdan chiqib ketishi mumkin? Qara, satilda olasan, o'tirasan, qo'yib sigirni sog'ib, sigirga rahmat, sigirjon deb turib ketasan, tushundingmi? Qaytarchi? Satilla olaman, rahmat sigirjon deyman, o'tiraman, keyin nima? Xo'jayin, o'zim sog'ib, kechga olib chiqib bersam bo'lmaydimi? 1 litr sut. Rossiyaga borgandan keyin tashiysan-da pul, kimdan so'ray boshqa? Dada, hozir ishdaman, pulni qanday tashiyman? Muammo emas-ku. Anjirpay ilovasini Play Marketdan yuklab ol. Yuklab olganing uchun 400 rubl bonus ham beradi. Rossiyadan turib O'zbekistonga Xumomi, Uzkartmi, Vizami, Luboy kartaga pul tashlasang bo'ladi. Eng zo'rini aytaymi? Naqd pul ko'rinishda ham yuborsang bo'ladi. U muammo emas, tasha hozir. Xo'p, sizga qancha tashiy? Menga $100 yetadi shu mol halimga. Xo'p, singlimga qancha tashlay? Singlingga? Senga nech pul kerak? Akang so'rayapti. $500. Senga pul kerak emas ekan, menga pul tashlayver. To'xta, sen $500 pulni nima qilasan? Manikyur pedikurga bordim. Stop! Ertadan o'qishni yig'ishtirasam, bormaysan. Nimaga? Sen hali shaharga borganga 10 kun bo'ldi, shuncha o'zgarish. 4 yil o'qisang nima bo'larkin? Bormaysan o'qishga. Keyin o'qimagan ayoldan kim tug'iladi? O'qimagan bola tug'iladi. Buni hidi go'zal-ku, asal-ku, qayerdan olgansizlar buni? Nima qilyapsan, kasofat? Men shu yoqqa ishga kirdim. Seni kim ishga oldi? Men ishga oldim. Ya, xo'jayin,
Borishing qilib. Men Sergildagi filialda emasman. Ha, Midgarodagi betonkadaman. Ha, kelishib mosdan kelishcha. Kelavering, o'zim kutib olaman. Xo'p. Xo'jayin, o'g'ilchan uyga jo'natoraylik, ishlamaydi-da. Ishlayapti-ku. Indamang, yosh bola chiniqadi, ishlayversin. Sumalakka o'tin yig'dim. Ya, xo'jayin ishlamaydi, hozir nimadir deb boshlaydi bu. Uka qaror. Somsa qilibsizlar? Yo'q, Jizzax milliy taomlar kayfiga ochganmiz. Ha, borib bitta somsa olib kelmanga. Shunchalik tezmi? Bilsangiz bilarsiz. Bu Jizzax somsani o'ziki bu. Jizzax somsa yeyish uchun Jizzaxga borish shart emas. Shu yerda ham bor. Undan tashqari baliq bor, Hamid Olimjon oshi bor. Yegim kelib ketdi. Ro'zada ham ishlaysizlar? Ha, ro'za oyi 24/7 ishlaymiz. Saharlik iftorligiga kelaverar ekanmiz. O'zi bitta somsa aytganman, shu ham kelmayapti. Tezroq yeng, bo'lmasa olib ketib qolishadi. Men. Hozir. Charchadim. Uka, qaror. Mendan boshqa odam yo'qmi? Uka, somsa bormi? Somsaxona uzoqda borib kelish kerak. Charchaganman. Somsa qolmadi. Xo'p, shashlik bormi? Shashlikchidan shashlik so'raganda bermagandi. Alam qilsin yo'q deyman. Shashlik ham yo'q. Nima bor? Tuxum bor. Katta boshliq tekshirishga kelgan ekan. Qaysi tuxum berding? O'zi tuxum yeyman dedi. Asabimni buzmang, meni asabim yomon bo'lmaydi deyapman. Meni rashkim yomon. Uraman lekin. Ey! Bo'p qoldinglarmi? Sen jim o'tir. Aka bo'lmaydi deyapman. Ayol hamshira kelsin. Aka, men bu sohada 9 yil o'qiganman. Ginekologiyada ham o'qiysanmi? Perot qilmoqchi bo'lganman, o'xshamaganda. O'ta rashkchi er. Bola qachon tug'ilar ekan? Bilmadim, doktorlarni haydayapsiz-ku. Rashkim yomon. To'rtta devorlar orasiga siqilib ketdim. Bolaga kislorod kerak. Ko'chaga qo'ymaysiz. Hech bo'lmasa balkonga chiqaylik. Bo'ldimi, kiramizmi? Shartmidi shu? Rashkim yomon meni. Ana odam qarayapti. Bo'ldi, kiramiz. Yur. Pastda birinchi etajda bitta sari sochli odam yuribdi. Kim edi u? Men qayoqdan bilaman? Rashkim kelyapti. Bilib kelaman. Men mahbus 726-qamoqxona darchasidan ma'yus boqaman. Maqsadga o't. Uyimga ham jo'natmaysiz. Qarindoshlarimni, uydagilarimni sog'inib ketdim. To'g'ri aytasan. Sen ham qiynavording. Rashkim yomon-da. Mayli, uydagilaring ko'ra qol. Ayla dadang, ana onang o'tib ketdi, ko'rdingmi? Mana xolalaring yuribdi. Men bu odam tanima. Ana bola nima uchun senga qaragan? Kim edi u? Men nima uchun ko'rmaganman? Qayerga ketyapsan? Meni uyimdan nima qilyapsan? Isladimmi oxiri? Meni rashkim yomon, nima qilyapsan? Ada, nima choydamlik? Ada! Dada? Nafas olyapti. Alo, aya. Ha, Ro'za tugashiga qancha qoldi? oz qoldi, sabr qil. Kun juda asta o'tyapti-da. Ha, ishlasang tez o'tadi. Nima ish qilaman? Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordoy o'g'il bersin beshigingizga. Cho? Dайте деньги. За что деньги? Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Bo'ringani qoidasini buzamizmi? Bo'ringani qoidasini. Bo'ldi, to'xta. Ha, berardim-u, menda plastikda. Rahmat.
Nimaga fonogramma qo'yibsan? Jonli aytsang bo'lmaydimi? Jag'im og'rib qoldi. Jonli aytganingda pul berardim. Maqsad pul bermaslikmi? Ha, pul yo'q. Shu magazin ortida latta-putta magazin egasini yapti. Shunaqa yurishing yaxshi. Undan ko'ra ishlasang, o'sha pulni topasan-ku. Qancha topding o'zi? Ramazon aytib keldik bozoringizga. Qo'chqorda savdo bersin bozoringizga. Rahmat. Shuncha pulni nima qilamiz? Tabriklasanglar bo'ladi. Men 15 yoshimda o'zimga gabej sovg'a qildim. Bor yo'q qol. Vobshe ko'zimga ko'rinmalar. Endi student deb xo'rlaverasizmi? Ha. Xo'rlash haqida vobshe gapirmalaring. Uyda xo'rlab tashlabsanlar-ku. 4 kishi turaman degandik. 14 kishi turibsanlar. Bor yo'q qol ko'zimga ko'rinma. Uyingiz o'zingizga buyursin. Toshkent to'la uy. Bitta qo'lim silkitsam, uy topiladi. Ya bu qo'lim singanda, men buni istaqilaman. Ya oldin o'xshardi. Oyog'ing bilan qilsang ham bo'lmayapti-ku. Topish kerak kvartira. Qaydan topamiz? Bolla. Men qarayda. Zo'r kvartira topdim. Qichig'ida. Ana! Davay! Mana foydasi bor mana buni. Xullas mana shu bir xonali. O'z necha kishi turasizlar? 3 kishi. 4 kishilar. Ya men bu bola begona, turmaydi, ketadi. Kvartira yarim pulni shu beryapti-ku. Kim umuman pul bermayapti? Sen 4 kishi turar ekanmiz. Ha, yaxshi. Bo'pti, yaxshi o'tirlaring. Men kelib tekshirib turaman. Bo'pti. Bugun futbol bor ekan, bolalar Nima qilyapsizlar? sessiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kurs ishi, referat, mustaqil ish hammasini yozish kerak. Kim aytasizlar 21-asr bolalar deb? Ana Prezi AI botdan foydalaninglar. Kurs ishi, referat, mustaqil ish hammasini sun'iy intellekt yordamida 1 daqiqada qilib beradi. Tekinmi? Birinchisiga mutlaqo bepul. Lekin shuni unutmanglar, yaxshi narsa hech qachon tekin bo'lmaydi. Professional ishlarni 2000 so'mdan 20000 so'mgacha qildirsanglar bo'ladi. To'lovni klik yoki любой turdagi kartalardan to'lov qilsanglar bo'ladi. Hozirgacha 27000 dan ortiq odam ishlatyapti shu botni, lekin sizlar bilmaysizlar. Shundan qilasizlar hamma ishlarni. Yuringlar, ketib futbolga boramiz endi. Go'mi? To'xtanglar. Uyda gaz kelib qolib, shuncha bolani ko'rib, biz uydan haydab yormaydimi? Sen bormaysan. Qolganlar ketdik. Bu tayyorgarlik nimaga bu? Ertaga ustozim tug'ilgan kuni bir bayram qilib beraylik. Bolalar kvartiraga gaz kelyapti ekan, nima qilamiz? Ha, bu to'rt kishi turgani yo'q. Hozir mazasini qochiraman. Assalomu alaykum aka. Uyda 4 kishi turaman-da, shuncha odam yashayapsan. Men aldi yuribsan. Yo, aka, hozir tug'ilgan kun bo'lyaptilar. Hammasi hozir chiqib ketadi. Tug'ilgan kun. Ha, unda yaxshi. Ekan tabriklayman, katta bola bo'lgan. Bolla kvartiraga gaz kelib kerak. Endi nima qilamiz? 4 kishi turamiz deganmiz. 14 kishi turamiz. O'tgan safargidek aldaymizmi? Tug'ilgan kun bo'lyapti deb. Aka, nima qilsangiz ham shundan birinchi boshlang. Basharangiz. Mol, uyda shuncha ishtir futbolga ketib qolgan bu. Borma dedim shu futbolga. Bor kuching bilan tep. Davay. O'ldiraman bu. Assalomu alaykum. Abdulaziz bormi? Yo'q, Abdulaziz. Ana turibdi-ku. Hozir kelibdi-da, derazadan kirgan. Sizlar 6-qavatda turasizlar-ku. Yo'qol, bormaydi hech qayerga. O'zayol qilib bular. Endi nima qilamiz? Futbol o'ynamaymizmi? Yo'q, Sardorda ko'p to'g'ri olamiz. Ket. Qayerga ketyapsan? Futbolga? Yana futbolmi? Men aytdim-ku senga futbolga borma, shu jo'ralarga qo'shilma dedim. Men aytibman, bormaysan hech qayerga. Ayam ruxsat berdi. Ertaroq qayt. Xudo bilasizlar. Bir kun shunaqa bo'lishini bildim. Mana doktor, mana oyoq bilmayman, qayerda singan, men bersinganmi? Kim bilar? Mana qarang, ishlamaydi. Mana u ishlamaydi. Men oxirgi marta aytibman, yana bir marta futbol o'ynasang, meni qaytib ota dema. Bu qayerda yuribsan? Bugun 9 bilan muhim futbolimiz bor. Borasanmi? Yana bir marta futbolga borsang, meni qaytib ota dema.
Bo'pti, Sholiyor aka, kechroq kelaman. Onangni emgir. Qarang, chiroylimi? Nima bu? Mashinaga nomer. Sani mashinang yo'q-ku. Nima farqi bor? Mashina yo'qlarim nomer tanlayapti-ku. Aka, sheribon berib oling. Nima menga xo'mrayib jahl bilan siz o'tgan yil 3 ta 7 ni mashinangizga 150 millionga sotib olgansiz. Hozir 13 million bo'lgan. Shunga asabiylar jahl qilib o'tiribsiz. To'g'rimi? To'g'rimi? Topdimmi? Aka, uzr aka. Rostdan shu nomer mangami jo'ra? Senga bilsang bilarsan. Nimaga buncha arzon berib yuboryapsan? Yaqinda xavfli nomerlar chiqadi. O'shanga bular tez-tez sotib yuboryapman arzonga. Xavfli nomer chiqsa ismingni ham yozib beraman. Isming nima edi? Maligali Rahmon. Shu nomer ham chiroyli lekin. Ismingda alfabet bor ekanda seni. Nomerlar ochilganiga o'zlaringcha havas qilib YPX qo'yapsizlarmi? Menchi hozir bitta jo'ramga aldab nomer sotdim, bu soxta. Sizlar haqiqiymisizlar? Ukang urushni biladimi? Yirtadi. Ko'ramizda yig'lab ketmasin keyin. Uka, men senga ishonaman. Ishonaman senga. Bor. Bitturing bo'ldi aka. Mamman sal urishasan. Ha yo'q. Nima qiling? Bor urish. Ur. Ur dedim. Sen birinchi ur. Bittur. O'zing ur. Ur. Urushasizlarmi? Ha bittursin keyin urishaman. Birinchi bo'rsin, keyin urishaman. Ur dedim. Ur. Mana, yetdimmi? Yetdim. Ur dedim. Ur dedim. Ur. Bolaqa. Ur. Ne qo'ling chirib olding? Charchadim. Ur. Urushmaskansan bo'ldi. Yaxshiyam vaqtingga akam kelib qoldi. Bo'lmasa yirtardim, tushundingmi? Yirtardim. Bor, yirtchi. Ur dedim. Ur. Bittur bo'l. O'zing ur. Buni urishadigan o'xshamayapti. Urushtirish zo'r yo'li bor. Javob urishadi. Bittur bo'l. Ur dedim. To'xta, men urushmaskani. Qara. Men qaysi katta? Mana. Ham bitta tupurchi. Qancha bo'ladi? Davay. Ur. Ur dedim. Masharangiz! Fireball.